1 iyuldan boshlab pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar tekshirilishi haqidagi xabar ko'pchilikni xavotirga solyapti. Men bugun shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntirib beraman. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Va eng muhimi, pensiya to'lovida muammo chiqmasligi uchun hozirdan nima qilish zarur? Bu ma'lumot juda muhim. Chunki u nafaqat pensiya olayotgan ota-onalarimizga, balki ularning farzandlari, nabiralari va yaqinlariga ham tegishli. Agar oilangizda pensioner bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring va tanishlaringizga yuboring. Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bunday o'zgarishlarni oddiy xalq tilida ortiqcha chalkashtirmasdan tushuntirib boraman. Avval pensiya masalalarida ko'p narsa qog'oz hujjatlar, mahalla ma'lumotnomasi, ish staji yozuvlari, eski mehnat daftarchalari va turli idoralardan olingan tasdiqlar orqali yuritilardi. Pensioner biror o'zgarishni aytmasa, tizim ko'pincha buni darhol bilmasdi. Masalan, odam boshqa hududga ko'chib ketgan bo'lsa, chet elga uzoq muddatga ketgan bo'lsa, ishga kirgan bo'lsa yoki nogironlik guruhi bo'yicha holat o'zgargan bo'lsa, bu ma'lumotlar ayrim hollarda kechikib aniqlanardi. Endi esa davlat idoralari o'rtasidagi elektron ma'lumot almashinuvi kuchayib bormoqda. Pensiya jamg'armasi, soliq organlari, FDYO, migratsiya, bandlik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza va boshqa ma'lumot bazalari o'zaro solishtiriladi. Men bu jarayonni oddiy tilda shunday tushuntiraman. Ilgari pensioner haqidagi ma'lumotlar alohida daftar va idoralarda turgan bo'lsa, hozir tizim ularni bir-biri bilan taqqoslaydi. Maqsad hammadan pensiyani tortib olish emas. Maqsad pensiya to'lovlari qonuniy, to'g'ri va aniq bo'lishini ta'minlash. Shu yerda muhim narsani aytib qo'yaman. Barcha pensionerlar tekshiriladi degani hamma odamni chaqirib so'roq qilinadi degani emas. Ko'p hollarda tekshiruv elektron shaklda bo'ladi. Ya'ni tizim sizning pasport ma'lumotlaringiz, yashash joyingiz, ish holatingiz, nogironlik muddati, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha asoslar, bank kartangizga tushayotgan to'lovlar va boshqa ma'lumotlarni solishtiradi. Agar hammasi joyida bo'lsa, pensioner hech qayerga bormasligi ham mumkin. Lekin ma'lumotlarda nomuvofiqlik chiqsa, ana shunda aniqlashtirish talab qilinadi. Endi kimlar bu masalaga jiddiy qarash kerakligini bir-bir tushuntiraman. Birinchi navbatda hujjatlarda farq bo'lgan pensionerlar ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, pasportda ism Muhammadjon deb yozilgan, eski mehnat daftarchasida esa Mamatjon deb ketgan bo'lishi mumkin. Yoki tug'ilgan sana bir hujjatda 1949 yil 2 mart, boshqasida 1949 yil 22 mart deb yozilgan bo'lishi mumkin. Avval bunday mayda farqlar ko'zdan qochgan bo'lsa, elektron tekshiruvda tizim buni nomuvofiqlik sifatida ko'rsatishi mumkin. Ikkinchi toifa ish staji bo'yicha hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Masalan, bir opa 1992 yildan 1996 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Keyin korxona yopilib ketgan. Mehnat daftarchasida muhr bor, lekin muhr yaxshi ko'rinmaydi. Arxivdan ma'lumotnoma olinmagan. Agar pensiya hisobida shu yillar hisobga olingan bo'lsa, tekshiruv vaqtida tizim qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Bunday holatda pensioner vahimaga tushmasligi kerak, lekin arxiv ma'lumotnomasini topishga harakat qilishi zarur. Uchinchi toifa ishlayotgan pensionerlar. Hamma bilishi kerak. Pensioner ishlashi mumkin. Bu o'z-o'zidan noqonuniy emas. Lekin ayrim turdagi qo'shimcha to'lovlar, ustamalar yoki nafaqalar ishlash holatiga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, bir amakimiz yoshga doir pensiya oladi va qorovul bo'lib ishlaydi. U ishga rasmiy kirgan, soliq tizimida daromadi ko'rinadi. Bu oddiy holat. Lekin agar u ishlamayapman degan asosda qandaydir ijtimoiy yordam yoki qo'shimcha imtiyoz olayotgan bo'lsa, tekshiruvda savol tug'ilishi mumkin. Demak, muammo ishlashda emas, ma'lumotni yashirishda yoki noto'g'ri ko'rsatishda. To'rtinchi toifa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda juda ko'p nozik jihatlar bor. Masalan, bola 15 yoshga to'lguncha o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Agar u kunduzgi ta'limda o'qisa, ayrim hollarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qishni tashlab ketgan, sirtqi ta'limga o'tgan yoki ishlay boshlagan bo'lsa, huquqiy holat o'zgaradi. Oila buni o'z vaqtida xabar qilmasa, keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. 5-toifa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oluvchilar. Nogironlik guruhi muddatsiz belgilangani boshqa, ma'lum muddatga belgilangani boshqa. Agar tibbiy qayta ko'rik muddati kelgan bo'lsa, lekin odam bormagan bo'lsa,
tizimda savol paydo bo'ladi. Misol uchun, fuqaroning ikkinchi guruh nogironligi 2025 yil iyungacha belgilangan. U iyuldan keyin ham to'lov davom etadi deb o'ylashi mumkin. Lekin qayta ko'rikdan o'tmagan bo'lsa, to'lov to'xtatilishi yoki vaqtincha ushlab turilishi ehtimoli bor. Shuning uchun nogironlik hujjatlaridagi muddatga alohida qarash kerak. 6-toifa chet elga uzoq muddatga ketgan pensionerlar. Bu juda ko'p oilalarda uchraydi. Masalan, ota yoki ona pensiya kartasini farzandiga qoldirib, o'zi Rossiya, Turkiya yoki Qozog'istonga ketgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda hammasi qonuniy tartibga bog'liq. Pensionerning yashash joyi, bank kartasidan foydalanish ishonchnoma, tiriklik holatini tasdiqlash kabi masalalar e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Agar karta boshqa odam qo'lida bo'lsa, keyinchalik tushunmovchilik chiqishi mumkin. 7-toifa. Vafot etgan pensioner nomiga to'lov kelib qolgan holatlar. Men buni juda jiddiy ogohlantirish sifatida aytaman. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, uning kartasiga tushgan pulni ishlatish xavfli. Chunki FDGO ma'lumoti tizimga tushadi va ortiqcha to'lov aniqlansa, qaytarish talab qilinadi. Ba'zan oila bu pul baribir bizniki, marhumning xarajatlariga ketdi deb o'ylaydi. Lekin qonuniy tartib boshqacha bo'lishi mumkin. Dafn puli, meros bankdagi qoldiq mablag' kabi masalalar alohida rasmiylashtiriladi. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar sizning pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, pensiya tayinlangan asoslar qonuniy bo'lsa, yashash joyingiz aniq bo'lsa, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlaringiz muddati o'tmagan bo'lsa, noqonuniy qo'shimcha to'lov olmayotgan bo'lsangiz, sizda katta xavotirga asos yo'q. Tekshiruv odatda tartibni aniqlashtirish uchun bo'ladi. Lekin men baribir har bir pensionerga hujjatlarni bir marta ko'zdan kechirishni tavsiya qilaman. Real hayotdan birinchi misol. 6-7 yoshli otaxon 35 yil ish staji bilan pensiya oladi. Uning pensiyasi 2.800.000 so'm. Mehnat daftarchasida barcha ish joylari ko'rsatilgan, pasport ma'lumotlari MOS, bank kartasi o'z nomida, yashash manzili bir xil. Bunday odam tekshiruvdan qo'rqmasligi kerak. Agar tizimda savol chiqsa ham, bu odatda texnik aniqlashtirish bo'ladi. Ikkinchi misol, 62 yoshli ayol 20 yil ish staji bilan pensiya oladi. Lekin 7 yillik staji sobiq kolxoz davriga to'g'ri keladi. Daftarchada yozuv bor, ammo arxiv tasdiqlamagan. Agar tekshiruvda shu davr bo'yicha savol tug'ilsa, unga arxivdan ma'lumotnoma olish kerak bo'ladi. Agar arxiv hujjat topmasa, guvohlar, sud tartibi yoki boshqa qonuniy yo'llar ko'rib chiqilishi mumkin. Bu darhol pensiya bekor bo'ladi degani emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. 3-misol. Boquvchisini yo'qotganlar pensiyasi olayotgan 19 yoshli talaba kunduzgi ta'limdan sidqi ta'limga o'tgan. Oilasi buni tegishli organga xabar qilmagan. Tizim oliygoh ma'lumotlari bilan solishtirganda o'zgarishni ko'radi. Natijada ortiqcha to'langan oylar aniqlanishi mumkin. Bu holda bilmaganlik degan gap ko'pincha muammoni to'liq hal qilmaydi. Shuning uchun har qanday o'zgarishni vaqtida xabar qilish kerak. Endi istisnolar. Tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarni tushuntiraman. Birinchi nozik jihat, tekshiruv har doim ham jazo degani emas. Ba'zan tizim shunchaki ma'lumotni yangilaydi. Masalan, eski pasport ID kartaga almashtirilgan. Lekin pensiya bazasida eski seriya qolgan bo'lishi mumkin. Yoki mahalla nomi o'zgargan, tuman chegarasi o'zgargan, ko'cha nomi yangilangan. Bunday holatda pensionerdan ma'lumotni yangilash so'raladi. Ikkinchi nozik jihat. Bank kartasi masalasi. Pensiya kartasi pensionerning o'z nomida bo'lishi kerak va undan foydalanish tartibi qonuniy bo'lishi lozim. Agar pensioner yura olmaydigan, kasal yoki keksa bo'lsa, farzandi yordam berishi mumkin. Lekin yordam berish boshqa. Kartani to'liq o'z qo'liga olib, pensionerning roziligisiz ishlatish boshqa. Men ko'p oilalarga shuni aytaman. Agar ota-onangizning pensiyasini siz olib bersangiz, buni ochiq rozilik bilan. Zarur bo'lsa ishonchnoma orqali qiling. Keyin oilaviy nizolar yoki tekshiruvlarda muammo bo'lmaydi. 3-nozik jihat. Mening pensiyam kamayib ketadimi degan savol. Agar pensiya noto'g'ri hisoblangan bo'lsa, qonuniy qayta hisob-kitob bo'lishi mumkin. Bu kamayish ham, oshish ham bo'lishi mumkin. Masalan, ayrim pensionerlar qo'shimcha staj hujjatini topsa, pensiyasi oshishi mumkin. Boshqalarda esa noto'g'ri kiritilgan davr aniqlansa, qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Shuning uchun tekshiruvni faqat yomon narsa deb qabul qilmaslik kerak. To'g'ri hujjat bilan ayrim odamlar o'z haqini ko'proq olish imkoniga ega bo'ladi.
To'rtinchi nozik jihat ortiqcha to'langan mablag'. Agar tizim sizga qonunsiz yoki xato asosida ortiqcha pul to'langanini aniqlasa, bu mablag'ni qaytarish masalasi ko'tarilishi mumkin. Masalan, oyiga 600 ming so'm qo'shimcha to'lov 10 oy davomida noto'g'ri kelgan bo'lsa, 6 million so'm ortiqcha to'lov hisoblanadi. O'ylab bu pulni allaqachon sarflab yuborgan bo'lishi mumkin, lekin bu qarzdorlikni yo'q qilmaydi. Shuning uchun men doim aytaman, shubhali to'lov tushsa, darhol aniqlashtiring. 5-nozik jihat. Telefon orqali keladigan firibgarliklar. Bunday xabarlar tarqalganda firibgarlar faollashadi. Ular pensiyangiz tekshiruvdan o'tishi uchun kod ayting. Kartangiz blok bo'lmasligi uchun SMS raqamni yuboring. Hujjatni tezlashtirib beramiz deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon bank kartangiz kodi, SMS kodi, PIN kod, ilova parolini hech kimga aytmang. Pensiya jamg'armasi yoki davlat organi sizdan bank kartangizning maxfiy kodini so'ramaydi. 6-nozik jihat. Uyda yotgan, harakatlana olmaydigan pensionerlar. Bunday insonlar men idoraga bora olmayman. Endi pensiyam to'xtab qoladimi deb qo'rqmasin. Odatda bunday holatlarda vakil orqali murojaat qilish, ishonchnoma rasmiylashtirish yoki tegishli organga holatni tushuntirish mumkin. Muhimi sukut saqlab o'tirmaslik. Agar pensioner kasal bo'lsa, tibbiy hujjatlar, oilaviy shifokor ma'lumotlari va vakilning hujjatlari tayyor bo'lishi kerak. 7-nozik jihat, propiska va real yashash joyi. Ba'zi pensionerlar bir tumanda ro'yxatda turadi, lekin boshqa viloyatda farzandi bilan yashaydi. Bu keng tarqalgan holat. Muammo shundaki, ayrim xizmatlar va to'lovlar manzilga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar chaqiruv, xat yoki xabarnoma eski manzilga borsa, pensioner bilmay qolishi mumkin. Shuning uchun telefon raqam va yashash manzili yangilangan bo'lishi juda muhim. 8-nozik jihat, hujjatlarda familiya o'zgarishi. Ayollar turmushga chiqqanda familiyasini o'zgartirgan. Keyin ajrashgan yoki eski hujjatlarda boshqa familiya qolgan bo'lishi mumkin. Masalan, maktabda ishlagan davri qizlik familiyasida, pensiya esa turmushdagi familiyada rasmiylashtirilgan. Bunda nikoh guvohnomasi, ajrim guvohnomasi yoki FHDYA ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Agar bu hujjatlar oldindan tayyor bo'lsa, tekshiruvda muammo ancha oson hal qilinadi. Endi eng muhim qism nima qilish kerak? Men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, pensionerning asosiy hujjatlarini bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, bank kartasi ma'lumotlari, nogironlik bo'lsa T xulosasi. Boquvchisini yo'qotganlik bo'lsa, o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, o'qish bo'yicha ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni papkaga solib qo'ying. Ikkinchi qadam, ma'lumotlarda farq bor yo'qligini tekshiring. Ism, familiya, otasining ismi, tug'ilgan sana, JSSHIR, pasport raqami, ish joylari sanalari, muhrlar va imzolarni ko'ring. Agar biror joyda xato bo'lsa, mayli o'tib ketadi demang. Hozir elektron tizimlar mayda farqni ham ko'rsatadi. Masalan, o'g'loy va o'g'loy yozuvlari bir xil odamga tegishli bo'lsa ham, tizim buni mos kelmasligi sifatida chiqarishi mumkin. 3-qadam. Ish staji bo'yicha shubhali davrlarni aniqlang. Agar korxona yopilib ketgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Odatda tuman yoki viloyat arxivlarida eski korxonalar bo'yicha buyruqlar, ish haqi vedomoslari yoki kadrlar hujjatlari saqlangan bo'lishi mumkin. Murojaatda aniq yozing, qaysi yillarda, qaysi korxonada, qaysi lavozimda ishlagansiz. Agar taxminiy sana bo'lsa ham uni ko'rsating. Men oldin ishlaganman. Topib beringlar degan umumiy murojaat ishni sekinlashtiradi. 4-qadam, pensiya jamg'armasining huddiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Agar sizda savol bo'lsa, kutib o'tirmang. Mening pensiya hujjatlarimda nomuvofiqlik bor yo'qligini tekshirib berishingizni so'rayman. Mazmunidan murojaat qilish mumkin. Agar yozma murojaat qilsangiz, unda telefon raqamingiz, manzilingiz, pasport ma'lumotingiz va masalaning qisqa mazmunini yozing. Murojaat nusxasini yoki ro'yxatga olinganligini tasdiqlovchi ma'lumotni saqlab qo'ying. 5-qadam, agar siz chet elda bo'lsangiz yoki ota-onangiz chet elda bo'lsa, huquqiy tartibni aniqlang. Ishonchnoma kerakmi? Tiriklikni tasdiqlash kerakmi? Bank kartasidan kim foydalanishi mumkin? To'lov qanday davom etadi? Bularni oldindan bilish zarur. Ayniqsa, pensioner uzoq muddatga chiqib ketgan bo'lsa, karta uyda turibdi, pul tushyapti degan yondashuv xavfli bo'lishi mumkin. 6-qadam, agar pensioner vafot etgan bo'lsa, darhol tartibni rasmiylashtiring. FHDYA guvohnomasi,
Dafn puli masalasi bankdagi qoldiq mablag' va meros tartibi bo'yicha qonuniy yo'l tuting. Marhum nomiga tushgan pensiyani ishlatish keyinchalik qarzdorlik yoki nizoga olib kelishi mumkin. Bunday vaziyatda hissiyot tushunarli. Lekin hujjat ishida tartib birinchi o'rinda turadi. 7-qadam, telefon raqamingizni yangilang. Ko'p muammolar oddiy sababdan chiqadi. Pensionerning bazadagi raqami eski bo'ladi, xabarnoma yetib bormaydi. Odam chaqiruvni bilmay qoladi. Agar sim karta farzand nomida bo'lsa ham, pensioner bilan bog'lanish mumkin bo'lgan raqamni tegishli idoralarga bildirish kerak. Xabarni vaqtida olish muammoning yarmidan ko'pini hal qiladi. 8-qadam, hech kimga pul berib tezlashtirishga urinmang. Hujjat to'g'ri bo'lsa, qonuniy tartibda ko'riladi. Agar kimdir men tanish orqali pensiyangizni saqlab qolaman, tekshiruvdan o'tkazib beraman, qarzdorlikni yopib beraman desa, ehtiyot bo'ling. Bunday odamlar ko'pincha vaziyatdan foydalanadi. Rasmiy idora, yozma murojaat va qonuniy javob eng xavfsiz yo'l. 9-qadam, farzandlar ota-onasiga yordam bersin. Ko'p pensionerlar elektron tizim, SMS, bank ilovasi, davlat xizmatlari markazi kabi masalalarda qiynaladi. Farzandlar o'zingiz boring deb qo'ymasligi kerak. Birga borib, hujjatlarni tartibga solib, savollarni yozib, javoblarni tushuntirib berish kerak. Bu nafaqat moddiy, balki insoniy yordam hamdir. 10-qadam, agar sizning pensiyangiz to'xtatilsa yoki kamaytirilsa, darhol sababini yozma ravishda so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi asosga ko'ra, qaysi hujjat bo'yicha, qaysi davr uchun deb aniqlashtiring. Agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, yuqori turuvchi organga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. Lekin shikoyat ham hissiyot bilan emas, hujjat va dalil bilan yozilishi kerak. Men yana bir muhim narsani ta'kidlayman. Pensionerlar uchun eng katta xavf tekshiruvning o'zi emas, balki bexabarlik. Odam xabarni eshitadi, qo'rqadi, lekin hech narsa qilmaydi. Keyin hujjat so'ralganda vaqt yo'q, arxiv uzoq, ma'lumot topilmaydi, telefon ishlamaydi. Manzil eski bo'ladi. Shu sababli hozirdan tartibga solish kerak. Agar hammasi joyida bo'lsa, xotirjam bo'lasiz. Agar kamchilik bo'lsa, uni oldindan tuzatasiz. Demak, iyuldan pensionerlar bo'yicha ma'lumotlar tekshirilishi deganda. Avvalo elektron bazalar, hujjatlar, pensiya tayinlangan asoslar va to'lovlarning qonuniyligi solishtirilishini tushunish kerak. Bu hammani jazolash uchun emas. Pensiya tizimida tartib va adolat bo'lishi uchun qilinadi. Lekin hujjatida xato bor, staji tasdiqlanmagan, nogironlik muddat o'tgan, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha holati o'zgargan. Chet elga ketgan yoki karta masalasida noaniqlik bo'lganlar albatta ehtiyot bo'lishi kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq ota-onangizning yoki o'zingizning hujjatlaringizni ko'rib chiqing. Pasport ma'lumotlarini solishtiring. Mehnat daftarchasini tekshiring. Kerak bo'lsa pensiya jamg'armasi yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Eng muhimi, rasmiy ma'lumotga tayangan holda harakat qiling va firibgarlarga ishonmang. Sizning oilangizda pensioner bormi? Hujjatlarda muammo bo'lganmi yoki tekshiruvdan xavotiringiz bormi? Fikringizni izohlarda yozing. Men eng ko'p uchraydigan savollarga keyingi videolarda javob beraman. Videoni tanishlaringizga yuboring, like bosing va kanalga obuna bo'ling. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z huquqini ham, pulini ham, asabini ham saqlab qoladi.